Mandarinni po'chog'i. O'g'ilchangni bog'chadan olishim kerak, men ketdim ha. Aha, yaxshi borib keling. Men borib kelgancha sen qaychi qilib qo'y xotin, mazza qilib xamir ovqat yeylik. O'ylab gapiryapsizmi? Shu holimda qanaqa qilib egilib men sizga qayish qilaman? Ko'rmayapsizmi? Berayminni, men-ku berayminni. Sho'rvosaman. Sen bir bo'g'oz bo'lmay ekanda, ana bahonalar boshlandi. Jimgir turay, yotsingni qara. Undan ko'ra pollarni artsak bo'lmaydimi? Hamma joy chang bo'lib ketgan. Men endi shu holimda egilib sizga pol artishim kerakmi? Rahmingiz kelmaydimi? Ko'rmayapsizmi? Berayminni, men-ku berayminni. Undan ko'ra-chi menga o'xshab damashni tapishga kiyib bering. Onasini hepsini ish qilmaslik uchun o'zingga qulaylik yaratib olaver. Maygur. Xotin. Patinkamni krem qilib ber. Xonsoraga boryapman. Muhabbat shahri degan loyihasida 15% boshlang'ich to'lov qilsang uy beryapti ekan. Ofisiga o'tib shuni surishtirib kelay. Obbo, endi shu holimda egilib men siz patingizni krem qilishim kerakmi? Kirishingiz joydami? Berayminni, men-ku berayminni, tavba. Endi o'zingdan ko'r. Alo. 5 minutda bo'laman hozir ha. Mendan qochamaysan. Hop. Ibi. Xotin. Senga egilish mumkin emas edi-ku, emaklaboryapsan. Axir sen berayminni eding-ku, berayminni. Bu pulda, dadasi pul. Sen ayollarni pul yesin. Xo'sh, kuyov, nima ish qilasiz? Ichki ishlarda ishlayman. İçki ishlarda ishlarkan qahramonim. Kuyoving bo'lsa ichki ishlardan bilsin. Kuyov, biza ham asli organdan chiqqan odammiz. Dadasi, hammamiz organdan chiqqanmiz. Sen onangni organdan chiqqansan. Men organdan pensiyaga chiqqanman, aralashma. Kuyov, biza bir maslahatlashaylik, sizga javobini aytamiz. Qani, amin. Xo'p, kutaman. Quloqiga nimaga qalam qistirib olgan? Bular jinoyatchilarni ushlaganda joyida protokol qiladi-da, ichki ishlarda ishlaydi. Go'sh, meni bo'lajak erim ichki ishlarda ishlarkan. Qizimni yaxshi joyga beryapman-da. Ko'ziga qarab yursang bo'lmaydimi? Boraman seni qammatga o'raman. Meni kuyovim ichki ishlarda ishlaydi, tushundingmi? Voy qarindoshlar, qizimni uzatyapmiz. Kuyovim ichki ishlarda ishlar ekan. Rajab, kuyovim ichki ishlarda ishlaydi deb maqtanib yuribsan, hozir soxta xodimlar ham ko'payib ketgan. Bir surishtirgani? Dadasi, surishtirchi, rostdan ichki ishlarda ishlarmikan? Unda men bir surishtirib kelaychi. Bu yoqda nima qiladi bizning kuyov? Jinoyat bo'lganmi yo'q? Assalomu alaykum, Budishi dadajon, yaxshimisiz? Siz uyalmaysizmi katta odamni aldagan, ha? Siz menga ichki ishlarda ishlayman degandingiz. Yo'q, dadajon, men sizni aldaganim yo'q. Rostdan men ichki ishlarda ishlayman. Ustalarning tilida uyni ichida qilinadigan hamma remontlarni ichki ishlar deyiladi. Bayar, kafe, styashka, внутренний работада men sizni aldaganim yo'q. Rostdan ichki ishlarda ishlayman, dadajon. Mana shu qalamdan bilsam bo'lar ekan, ha? Voy dadasi, bordingizmi? Kuyov rostdan ichki ishlarda ishlar ekanmi, ha? Rostdan ham ichki ishlarda ishlar ekan. Buncha baxtliman. Nerede otursunuz? Yalıyorsun. Şuraya bozuldu. Oynaş beş. Söylemem hemen. Oynaş be. Şuraya bozuldu. Şuraya bozuldu. Jet yok. Var yok bu. Şuraya bozuldu. Şuraya Uçursan? bozuldu. Ursamın. Onların başını çakalım. Şağılmaysan. Şağılmaysan. Sababimizmi? Şağılmaysan. Şağılmaysan. Sen o'zingni chiroyliman deb o'ylaysanmi? Ava. Qash kuchukdan.